Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Men bugun sizlar bilan bir narsani gaplashmoqchiman. Mana bugun men sizlarga ko'rsatadigan narsa bu tonalka. Mana bu tonalka. Buni ichida 3 xil narsasi bor ekan. Birinchisi tonalka, ikkinchisi zagar deyiladi hamda quyoshdan saqlovchi. Uchinchisi namlantiruvchi. Bu 3 xil narsasi bor ekan. Effekt dahshat, bomba. Buni menga bitta obunachim tashlab ketuvdi. Surib ko'ring. Rosayam yaxshi, zo'r effekti. Keyin aytasiz menga qandayligini. Ham obunachilaringizga yetkazasiz qandayligini degandilar. Shunga men sizlarga mana shuni ko'rsatib olib chiqmoqchiman. Shundan aziz ayollarimiz, meni eshitib turgan ayollar, qanday go'zallashaman degan ayollar, mana shundan surkashingizni xohlab qolaman. Mana shuni ishlatsangiz, effekt dahshat, bomba. Shunday qilib, men sizlarga yangiligimni aytib bo'ldim. Ilohim sog' bo'linglar. Ayollarimiz har doim shunday go'zallashib yuringlar. Ilohim tani joninglar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Uchrashguncha like bosishlar, kommentariyaga yozishlar, bu tonalkadan men ishlatganman deganlar yozib ketishlaringni so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr, uchrashguncha.